Assalomu Farg'onali bog'bonni kundan kuzatib boruvchi obunachilar, mana Diagana Jolti sariq giloslarimiz xudo xolasa teryapmiz. Buni nimaga teramiz? Hozir tushuntirib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kuchli o'suvchiga kiradi, sapsariq. Bismillahirrohmanirrohim. Buni danagini olamiz. Danagini olib, ko'paytirib, ko'chat qilib sotamiz. Bu o'zicha tergov navlarni olib kelib payvand qilamiz. Hozir juda ko'p yangi navlar kelgan, o'zicha tergov. Bunga payvand bo'lgani o'ta yirik bo'ladi, kalibrovkasi, hosildorligi zo'r bo'ladi. Chetdan kelgan navlarni mana shu sariq gilos Diagana Joltiga payvand qilamiz do'stlar. Mana sariq gilos kimda mana shunaqasi bo'lsa sotib olamiz. 88 lik 957 27 nomerga aloqaga chiqarasiz. Kim uyda mana shunaqa sariq gilos bo'lsa, bizga aytaverasizlar, mevasini olamiz. Shu do'stlar, bugun 8-iyun sanasida qilgan ishimiz. Mehnatlarga bittadan lak bosamiz, tanishlarga yuboramiz. Mana Diagana Jolti sariq gilos o'zicha tergan navlarni shunga payvand qilamiz. 2 yildan keyin nasib qilsa ko'chatdan ko'paytiramiz. Sog' bo'lasizlar.